bir tilla, göz iki tilla. Şu. Bayan nemini bulavatkan Yolumuz ama aynı. Yakınım bir çıkın bek köp olup geldi. Çıkına pul tapsam bolattı. Pul karz alam sile. Ha? Yakından beri turmuşunuzda birer kıyınçılık vardı ha? Yok bay hocam, ben fakat bıçak bilgen çağdılısını oylayayım. Oy. Amine, Novayhanınız pek adiken bizimsiniz bulmadık. Pul gerek mi ha? Hacet yok, hacet yok. Gelin, tartıla beri özümü beresse. Bay hocam, sili yana kandak pul tepişten amaldan oylavatla. Amal yok, hazır pul tepiş pek bir kıyın bop gitti. Bay hocam, mende pul tapıdığın yaxşı bir amal var. Sen beni aldırma. Neyim amal? Değil. Öyge qaytib tushlarni ko'rayverasizlar. Tushlarda oltin tilla yig'ib ketadi. To'xtab tur, Nasriddin. Sen kim meni so'qib o'tishga petingan? Kechiring, mening ismim G'oyat. Kunlarning tog'isi. Hozirla shaharga kirishim. Yeni kepsende. Men ko'pchilik vakolatan seni qizg'in qarshi olaman. Ko'p rahmat. Qayerda cho'yin qozon qo'ydirg'ili bo'ladi ekan? Bo'ldi, izdima. Men beray. Buni qilsak sat bo'larmikin? Men bekmi shafqatlik. Qanday qiyinchiliging bo'lsa meni izdisang bo'ladi. Undaqda ko'p rahmat. Biroq esingda bo'lsin. Mening narsamni oriyatga olgankan sen cho'qim vaqtida qaytirishing kerak. Taqa, nimada tezlik qozonni yeb bo'ldingiz? Yerim yo'lda boyga uchrab qoldim. U menga bir qozon oriyatga berdi. Baydan o'tna olgan narsani qaytarmoq qiyinjimi? Men tomoq etkili borman. Taqa, bizdan uyga berib tomoq yeylik. Yurang taqa. Nasirda, bugun qo'simiz toza to'ydi. Taqa, siz hozirla bayning qozonini qaytirib ber. Oldirmasaqmi bo'ladi, at qaytirib beray. Bay hocam qozonni oriyatga berganda pul oladiganligini demadimi? Hech nima demadi. Bu chataq bo'pti. Bay hamma ishni pul uchun qiladi. Balkim vaqt kelganda u qandaqdir bir hiyla o'ylashi mumkin. Rostli shundoq bo'lsa, men hozirla qaytirib beray. Kunlar, biz birga boraylik. Bekir, Chiroy. bu ketganmay turib yana nimada xushal bo'lib ketdilar? Men bugun bir qozon oriyatga berdim. Vaqt kelganda men 2 tilla ijara haqqi olaman. Nimandaq oz? Xotin xatolashdim. Vaqt kelganda men ularga yana bir qozon to'latkizaman. Boyxo'jam. Afkam keldingizmi? Assalomu alaykum boyxo'jam. Qozonni qaytirib bergili keldim. Men sizning gapingizda turadiganligingizni biletdim. Voy qozinim, go'har qozinim, sekinib o'lay dedim, qozinim. Qaranglar, men sizlarga boyxo'jam yaxshi odam degandim. Bu men sana bergan qozon emas-ku. Bu hozir men oriyatga bergan qozon emas. Boyxo'jam, bu dal sizlar berib turgan qozon shu. Men sana bir mis qozon bersam, sen bana cho'yin qozon aytyapsan-ku. Mumkin emas. Qarasam yosh odamdek ko'ringanding. Shu otim rost mis qozonni sana berib turgan. Sening bunday qilishingni o'ylamabdiman. Ay, mening qozinim. Voy qozinim emas. Boy yana nima o'yin o'ynayotgandi? Bilmadi. Çok yaxshi ish emas. Men yaxshi ko'nglim bilan mis qozonni bersam, men bir cho'yin qozonni tutqizib qo'yibotidi qaramamsizlar. Yo'q, undaqa emas. Sen yana undaqa emas deysan-ku. Mening ziynimni to'lab ber. Bay hocam oxiri naq gapni dedi. Sizlar qandaq to'latmoqchi? Sening o'zingni qilay. 5 tilla to'lab bersin. 5 tilla? Beş doları to'lab ber.
Mani to'lab Tağa, o'shingizga keldingizmi? Bizni ajab ma'sir etdingiz. Baybek osh ko'zgan. Men bu yerda turamog'dekman. Hozirlamay. Baldirim, sizlarni eslab turaman. Tağa, siz ketsangiz bo'lmaydi. Siz ketsangizlar, bu yanila Amina yengemni avar qiladi. Tağa ketmang bo'lamdi. Gulnar, hammasi mening xatoligim. Sizlarga ovorchilik deb bitmadim. Tağa, o'zingizni ayblamang. Bu bayning ko'ni kesili. Mening uninga taqobil turadigan amalim bor. Undaqda sizga ko'p rahmat. Rahmat. Sen yeyishni bilasan, koni qozon endi go'har bo'lib qapti. Ko'ni qazini go'harmish. Men bir amal topdim. Tahay, men sening qazoningni ishlatib turay. O'zining yig'ida o'zining kuchini qo'rmaydigan bo'lsam, bay mis qazon olmoqchi bo'lsa, men uningga bir go'har qazon beray. Vaqt kelganda menga hamkorlashinglar. Tahay, sen qazonni menga bersang, men senga halab etib beraman. Ata, o'yinning qizig'ini ko'rsizlar. Tayyor bo'ldinglarmi? Harakat boshlaylik. Ko'pchilik mening go'har qazonimga kunji sasonlar, kunji, zanjibil sasonlar, zanjibil, tavus sasonlar, tavus ko'payib chiqdi. Nasriddinning go'har qozoni borkan ko'rib beqinglar. Nasriddinning uydagi go'har qozonini ko'rib boqaylik. Mening go'har qazonimga nima sasonlar shu unib chiqdi. Go'har qozoni xosiyatli. Nima sos ko'payib chiqdi. Men azroq ish bilan har qaysilarni avar qiladigan bo'ldim. Hashim aka, siz bayakamni do'koniga berib bir tuxum etkiling, ha? Birnila. Go'har qazon! Go'har qazon! Tez kelinglar. Sirtki nima varanchiroq. Go'har qozon! Tez kelinglar. Kela. Bo'ldi. Bunda qizg'in bo'lib ketdingizlar. Sen. Merhamet. Men buni olaman. Tuxummi? Shundoq tuxum. Qanchta? Faqat bir tal. Bir tal? Ahmoq qilyapsan sen meni. Sizlar bilmaydigan o'xshaylar. Nasriddinning uyida bir go'har qozon bor ekan, bir narsani ikki qila oladi ekan. Mushunaqmi yaxshi bormi ekan? Xaloyiq, tez kelib ko'ringlar. Nasriddinning go'har qozoni birini ikki qila oladi. Menga ikki tuxum chiqarib bering. Chataq yo'q. Nasriddin, nima o'ylayapsan? Sizlar ko'midinglarmi? Sen bunani ishki qilib baqina ko'ray. Undaqda yaxshiroq qarasizlar, ha? Nima bo'ldi? Aldirmislar, mening go'har qozonimni uzun bo'lgan ishlatmagili, birdam saqlab turaylik. Bo'ldi. Na? Tillaç qag'ili bo'landi. Albatta bo'ladi. Amsi tez menga ikki tilla chiqarib bergina bo'la. Bo'lmaydi, bugun go'har qozon bakmi yerib ketdi. Ham ilish kerak. Ati bo'lsin.